Ba'zi farzandlar ko'p yig'laydigan bo'ladi. Shunga onalar aytadi, otalar aytadi, ovozini o'chir, kamroq yig'lat. Bu ham durust emas. Chunki kitoblarda bayon qilinadiki, farzand onadan tug'ilgandan keyin 4 oygacha uni yig'lagan yig'isi oddiy yig'i bo'lmas ekan. 4 oygacha la ilaha illalloh deb yig'lar ekan farzand. Keyingi 4 oyda Muhammadur Rasululloh deb yig'lar ekan. Keyingi 4 oyda Allohummag'firli va livalidayya deb yig'lar ekan. Ey bor Xudoyo, ota-onamni gunohini kechirgin deb Allohdan so'rab turar ekan. Shunday 4 oyda la ilaha illalloh desa, keyingi 4 oyda Muhammadur Rasululloh desa, keyingi 4 oyda ota-onani gunohini kechishligini Allohdan so'rab yig'laydigan farzandni ovozini o'chir, kamroq yig'lat deyishlikdan qo'rqish kerak. Ana farzandni Alloh tarafidan bizga ulug' rahmat, ne'mat ekanligi siz